Salom qizlar, mana shu internetda eng trend bo'lgan yulduzchalik kombinezonchikka menga ham zakaz tushgan edi. To'qib ko'rdim. Albatta ko'pchilik master-klass so'raydi. Bunga podrobniy master-klass qila olmayman, lekin to'qilishini ekspress master-klass ko'rinishida sizlarga tushuntirib berishga qaror qildim. Qizlar demak buni boshlanishiga mana shu burchakning o'rtasidan boshlangan va 5 burchak shaklida to'qiganman. Hozir sizlarga ko'rsataman, qaranglar. 4 ta nakitli ustuncha olganman. Mana bu joyda 3 ta zanjir olganman. Yana 4 ta nakitli ustuncha, 3 ta zanjir, xuddi shu ko'rinishda 1 2 3 4 5 ta to'qib olganman 4 talikdan va hammasining orasida 3 ta zanjir bor. Keyingi qatorida sezgan bo'lsanglar buni borish kelish qilib to'qiganman, chunki aylana to'qib ketmaganman. Chunki mana bu tarafi burchaklari aylana qilib bo'lmaydi, shuning uchun boshini ham aylana qilmasdan to'qiganman. Va keyingi qatorida mana bu qatorda 4 ta nakitli ustuncha bo'lsa, keyingi qatorda 6 ta bo'lgan. Ya'ni men bu o'rtadagi 3 ta zanjirga u tarafidan bitta, bu tarafidan bitta qo'shganman. 1 2 3 4 5 6 ta bo'lgan. Hammasi 6 tadan bo'lgan. Zanjirlari o'zgarmaydi. Oradagi zanjirlar 3 tadan bo'laveradi. Keyingi qatorida yana bu tarafida bitta, bu tarafida bitta qo'shganman va o'sha 3-qatorida 1 2 3 4 5 6 7 8 ta 8 ta nakitli ustuncha, yana 3 ta zanjir, yana 8 ta nakitli ustuncha xuddi shu ko'rinishda har qatorda ikkita yonidan qo'shib ketilgan, lekin undan keyingi qatorida mana 1 2 3 4 5-qatorida uje to'qimam sal ichkariga tortilishi boshlagan. Shuning uchun men ko'paytirish qo'shishga majbur bo'ldim, lekin faqatgina bitta tarafida. Mana zanjirga bitta oldim, keyingi petlyada mana bu petlyada bitta ikkita ko'paytirish qildim, yana o'zini to'qidim va oxirida bitta qildim. Agarda bu tarafida ham ko'paytirish qilsam, ikki tarafda ko'paytirish qilganimda bu juda ham kengayib qo'shatay bo'lib ketdi. Agar qilmasam bu ikkitani o'zi kamlik qildi. Shuning uchun masalan bu qatorda 10 ta bo'lgan bo'lsa petlyalarim soni, keyingi qatorda o'sha 13 ta bo'ldi. Ya'ni bu tarafda ikkita, bu tarafda bitta ko'paytirish qilib, kerakli razmerda mana shu joygacha to'qib oldim. Shu razmeri bolani tana qismiga taxminan moslab o'lchab olasizlar. Menda mana shu joyda, ya'ni o'rtasidan chetki qismigacha 18 sm bo'ldi va keyin burchaklarini to'qishni boshladim. Burchaklarida, yulduzchamzani bu chetlarida, qo'l oyoq qismida menda umumiy shu joyda 67 ta petli edi. 3 ta qatorini taxminan 3 ta yoki 4 ta qatorini o'zgarishsiz o'sha 67 ta petlani to'qib oldim. 4-qatorda qisqartirish qildim. 5-qatorni o'zini to'qidim. 6-qatorda yana qisqartirish, ya'ni bir qator qisqartirish qildim, bir qator o'zini to'qidim. Bir qator qisqartirish, bir qator o'zini to'qidim. Bo'lmasam tez qisqartirib qo'ysam razmeri kichkina bo'lib qolardi. Va oxiriga borganda taxminan mana shu 10 sm joyini hamma qatorda qisqartirish qildim. Ya'ni unda kerakli razmerni qilib olganimdan keyin o'sha bu yoqda hamma qatorda qisqartirish qildim va oxirini unaqa uchli qilib bitta petli qolguncha qilmadim-da. Oxirida mana shu yerda 11 ta petli bor. 10 ta 11 ta petli qilib qoldirsanglar shunaqaroq bo'ladi burchagi. Va oyoq qismini yengiga nisbatan sal ko'proq to'qidim. Ya'ni oyoq qismi 4 ta qator ko'proq to'qiganman. Ya'ni men bu bitta qator qisqartirish, bitta oddiy qatorlar yengiga nisbatan sal ko'proq va kapushon qismida bolani boshi bemalol sig'ishi uchun bu yerda ham ozgina ko'paytirish qilganman. Bu yoqda petlalarim soni 67 ta bo'lsa, bu yerda 72 ta. Ya'ni petlalar sal ko'proq qilganman. Va keyinroq to'qiganman. Bu yerda ham xuddi shunaqa 4 ta qator oddiy to'qiganman va keyingi qatorda bitta qisqartirishli qator, bitta oddiy qator, bitta qisqartirishli, bitta oddiy qator qilib shu joylargacha to'qib kelganman va bu yerda ham shunaqa 10 sm qolganida hammasini qisqartirishli qator qilib ketganman. Lekin 5 ta burchaga hammasi aytganimdek bir xil emas. Kapushoni sal kengroq, ikkita yengi, ikkita oyog'iga nisbatan sal kaltaroq, ikkita oyog'i sal uzunroq. Shunaqa ko'rinishda qilganman. Xohlasanglar ikkita tarafini ochsanglar ham bo'ladi. Menga bitta tarafi yetilgani uchun bitta tarafini ochuv qilganman.